Hurmatli obunachilar, Rishton Navbahor Gazpromdan 11 sotiq noturar joy topib qo'ydim. Ishlab chiqarishga rosa zo'r joyi. O'sha tadbirkor, biznesmen akalarimiz uchun tashab qo'yamiz. Mana atrofni qaranglar. Chinni sexlar qilib tashagan, ishlar avjida. Mana shu joyimiz 11 sotiq. Stiyashkalar qilib qo'yishgan. Lekin puliga stoyt. Pulini essiz mazza qilasiz. Stoyt. Mana bu tomonda ofis qilishgan, ofisga joyi bor. Mana pechkalarni qo'yishgan. Gazi bor, sveti bor, suv bor, divanlar qo'yishgan. Bu tomonda mana bu tomonimizda yana bitta xonasi bor. O'sha xohlasanglar narsalarni shunday olib chiqib, sotib, boshqa biznesingizni yurgizishingiz mumkin. Qaranglar. Naryoqda hojati bor, mana tomonda yana ozgina joyi bor. Mana joyiga kirsak, suv uchun basseyn qilib qo'yishgan, rosa katta qilib. Ancha tonna oladi bu. Yaxshilab aqlab beringlar. Puliga qaraganda vobshe narsalari qimmat. Odatda sharavoylari bor. Ikkita sharavoy turibdi mana. Svetlari ham 3 faza, mana o'zi shitlarigacha ko'ringlar. Kompressor, mana ikkita sharavoy, naryoqda ham narsalari. Mana yurgizgani nimasi qarang. Keyin bittan chiqamiz. Mana yerda ham katta zdaniyasi bor, 11 sotiq. Mana shu qoliplarni o'zi ham qancha pul turishini bilasizlar, hurmatli Rishtonliklar, bilganlarga. Mana polkalarni ham qo'yib, naveslarni ham chiroyli qo'yishibdi. Bu tomonda mana pechkalari bor, pishirish uchun ikkita. Bu yerda yana sharoit qilib qo'yishibdi mana. Orqa tomonda yana nimasi bor? Mana o'zlaringiz qaranglar, bir yaxshilab. Даже akkuratni qilib qarang, goferada olib kelishgan toklarni 3 faza. Shitlar rosa ko'p, mana kamerasigacha bor ekan, kamera bonus. Endi sizlarga narxini aytay, narxiga shuncha narsalari bilan stoytmi, yo'qmi, nima deysizlar, bilasizlar? Hurmatli obunachilar, yaxshilab eshitinglar. Rishton Navbahor Gazpromda chinnichilarni hammasi shu yerda ekan, makoni desak ham bo'lar ekan. 11 sotiq, gaz suv svetidan muammosi yo'q, noturar joyimiz. 16.800 dollarga tushirib qo'ydik. Yana tushadigan joy bor. Bizning kanaldan kelsanglar, xudo xolasa obuna bo'lib qolinglar. Pastda raqamlar qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishlaring mumkin. Har doimgidek bizdan ozmoz kamchilik bo'lsa, uzrimizni so'rab qolamiz. Obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin.